ozgina jiddiyroq gaplashib olishimiz kerak. Mana shu kitobni Ahmad Shuqayri aytgan fikrdek o'zbek tiliga tarjima qilish bu yozishdan ko'ra mashaqqatliroq va qiyin hisoblanadi. Endi bu kitob borasida bo'lsa, mualliflik huquqi masalasi kitob borasida bo'lsa, ko'proq odamga yetib borsin deb 100 ming nusxada chiqardik degan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondagi birodarlarimiz, sizning qo'lingizdagi original emas. odam hushyor tortib qolar ekanda. Qonun nima deydi? Boshingizga balo kelsa, musibat kelsa, o'zingizni ayblang. Bir inson mehnat qilgan, mana shu 174 bet kitobni yozish uchun Xudo biladi 174 kunini sarflagan bo'lishi mumkin. Har bitta kitobga soliq to'lanadi. Har bitta mana shu gologramma ham pul. Payg'ambar alayhissalom haqidagi kitobni ustida yolg'on gapirib kitob sotayotganlar, Xudodan qo'rqinglar endi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kitobxonlar. Falaq nashrining navbatdagi davra suhbati va bugun suhbatdoshlarimiz har doimgidek ustoz Saidabro Umarxon domla va Falaq nashrining advokati, yurist Mujohid Zayniyev. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsizlar. Bugun Falaq nashrining yuristini taklif etganimizdan maqsad ozgina jiddiyroq gaplashib olishimiz kerak. Mavzuyimizni qonuniy tomonlarga o'tishimiz kerak. Shuning uchun har holda uchinchi so'zim qassob so'ysin degan maqsadda Mujohidni taklif etganmiz. O'tgan safargi suhbatlarimizda Falaq nashr tomonidan chop etilgan ma'lum bir kitoblarni, ma'lum bir qallob, o'g'ri, yana davom etishimiz mumkin, yomon sifatlar berishimiz mumkin u odamlarga lar tomonidan soxtalari chiqarilganligi guvohiga aylandik. Hatto o'sha Makka shahrida turib, Ka'ba-i muazzama atrofida turib, Saidabro Umarxon domlaga o'sha qo'shtirnoq ichidagi savob qilayotgan inson hatto tashakkurlarni ham izhor qilganlar. Bugun keling ana shu umumiy bo'lgan voqeani ozgina eslaylik, keyin Mujohidga yuzlansak. Avvalo assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan vatandoshlarimizga, sizlarga ham rahmat. Yana bir bor ilm ustida suhbatlashish uchun taklif qilganlaringiz uchun. Xo'p, avvalo kitob ham bu bir mulk hisoblanadi. Akmal aka, bu bevosita bir insonni hatto mahsulot ishlab chiqarishdan ko'ra og'irroq mulk hisoblanadi. Nega? Mahsulot ishlab chiqarishda siz bir martalik o'sha kashfiyotdan foydalanasizda, qolganini avtomat yoki qo'l mehnati bilan qilaverasiz. Ammo kitobda har bir so'z uchun kerak bo'lsa kunlarni, tunlarga ulab o'tkazib yuborish mumkin. Bitta so'z uchun. Masalan, yozuvchilarda ko'p bilan suhbatlashamizda, bitta jumla kelmaydi deydi. Bir haftalab vaqt o'tkazaman deydi. Bola chaqani tashlab, toqqami, boqqami, qayerga borsa o'sha yoqqa borib, shu kechasi bilan o'ylab, o'sha jumlani topish uchun haftalarda o'tkazgan vaqtim bo'ladi deydi. Va topiladi, keyin yozaman deydi. Endi shu mulkni tarjima qilish yozishdan-da ko'proq mashaqqat. Chunki ana o'qiganingizdagi, masalan, arab tilida olaylik, mana shu Ahmad Shuqayrining Habibimiz oramizda bo'lsalar kitobi. Hamma biladi, mashhur kitob. Mana shu kitobni Ahmad Shuqayri aytgan fikrdek o'zbek tiliga tarjima qilish bu yozishdan ko'ra mashaqqatliroq va qiyin hisoblanadi. Millionlab odamlarning ko'ngliga yo'l topadigan qilib tarjima. Yana muallifni o'zini fikrini ochib berish u alohida. Bu yangi kitob yozish bilan tengda bu. Endi shu tarjimani xuddi mana shu kitobning ustida bo'lgan o'sha Makka shahrida yana bir bor eslab o'taylik. Bir kishi yonimga kelib, ustoz sizga rahmat aytmoqchiman degan. Tashakkur, yaxshi bo'ldi ko'rib qolganim degan. Ha, nima? Mana shu kitobni degan videosini siz reklama qildingiz. Shu kitobni keyin biz dedi, ko'proq odamga yetib borsin deb 100 ming nusxada chiqardik degan. Mujohid aka, tushunyapsiz-a? 100 ming nusxada. Men aytayapman, qanaqa qilib o'zi 20 mingta chiqqan bo'lsa bu. Siz qanaqa 100 mingta endi ilm yo'lida bir odamlar uchun, bir odamlarga yordam bo'lsin deb endi u qachon chiqadi, kutib o'tiramiz uni degan. Shart chiqardik, onlayn, hatto bir do'koni ham yo'q bechoralardi. Bechorami? Qo'shtirnoq ichida. Onlayn sotdik deyapti. Qirg'izistonlarga, Qozog'istonlargacha sotgan.
o'tkazib. Birodarlar, mana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondagi birodarlarimiz, sizning qo'lingizdagi original emas. O'sha sotdik deyapti. Keyin men endi aytdim, biz Makkada ekanligimiz uchun sizga dedim, qattiq gapirmayman. Haram hududi bo'lganligimiz uchun sizni so'kmayman dedim. Ammo siz mana shu kitobni egalariga borib, Falaq nashrdan uzr so'rab, kechirim so'rab, 100 mingta kitobni borib qanday sotgan bo'lsangiz, mablag'ini olib borib bering shuni dedim. Rozi qiling tarjimonni, nashriyotni. Bu gologrammasi bor. Gologramma uchun alohida mehnat qilinadi. Ruxsat olish kerak. Din ishi hali advokatimiz bu alohida gapiradi bu bo'yicha. Lekin bunaqa kitoblarni avvalo chiqarayotganlarga aytamanki, sizlar xoinsizlar, bir insonga xiyonat qildingiz. Bitta bir insonga, bir nechta, yuzlab, minglab, yuz minglab insonlarga xiyonat qildingiz va topayotgan pulingiz halol emas. Bu gapimga men javob beraman. Ustozlarimizdan ham qayta so'raganmiz. Topayotgan pulingiz halol emas. Bolalaringizga halol luqma yedirmayapsiz. Boshingizga balo kelsa, musibat kelsa, o'zingizni ayblang. Kelmayotgan bo'lsa, yanada ko'proq qo'rqing. Chunki sizniki, ya'ni endi og'irroq jazo olishingiz uchun sabr qilinyapti. Yanada uni kuchaytirish uchun. Bir inson mehnat qilgan, mana shu 174 bet kitobni yozish uchun Xudo biladi, 174 kunini sarflagan bo'lishi mumkin. Uni tarjimonlar necha oy davomida tarjima qilgan. Ruxsat olish uchun qancha mehnat ketgan. Siz hozir bu tarjimonni qo'liga gonorar kelib tushmasa, mana siz soxtasini sotasiz, bo'ldi, ketdi. Bo'ldi, boshqa tarjima qilmaydi bu. Chunki u ham bola chaqasini boqish kerak. U ham yashash kerak, istiqomat qilish kerak, uning uchun mablag' kerak. Uni bundan boshqa demak sababiyati yo'q pul keladigan rizqini topish uchun. Siz uni to'xtashiga hissa qo'shyapsiz. Bo'ldi, siz bir marta sotasiz, ketasiz. Lekin bular boshqa ijod qila olmay qoladi keyin. Ana endi xalqimizni soxta, mana shuni soxtasini ko'rsataman. Qarang, buning ustida gologramma bor. Gologrammani ichiga din ishlari bo'yicha qo'mita deb yozilgan yozuv bor. O'qisa bo'ladigan. Mana shuni soxtasini ko'rsataman endi. Qarang Akmal aka. Mana soxtasi. Gologrammasi shunchaki yaltiroq qog'oz, ichida hech qanaqa yozuv yo'q. Yaqinlashtirasizlar montaj payti. Gologrammani ichida hech qanaqa yozuv yo'q. Shunchaki oddiy yaltiroq qog'oz. Rangi ham bundan ko'ra ancha boshqacharoq. Ichidagi ranglari ham farq qiladi. Tiniq emas, qog'ozi ham sifatli emas. Sifatsiz qog'oz bilan, yolg'on gologramma bilan, yolg'on gapirib, yana bo'lib ham payg'ambar alayhissalom haqidagi kitobni ustida yolg'on gapirib kitob sotayotganlar, Xudodan qo'rqinglar endi. Mayli bandadan qo'rqmasizlar, qonundan chetlab o'tib qaysidir davlatlarda yuribsizlar, lekin Xudodan qo'rqinglar hech bo'lmasa. Bu sizning haqqingiz emas bu kitob. Shu yurtimizda kitob chiqarishga imkoniyat berilib, qancha qonunlar qabul qilinib, qancha insonlar shuni ustida ishlab, qancha nashriyotlar pul tikib, ochib, bosmaxonalar soliq, har bitta kitobga soliq to'lanadi. Har bitta, mana shu gologramma ham pul. Nechta bosma tovoqda chiqarilgan, har bittasiga soliq to'laydi. Soliq to'lab, nechtadir odam jamoa bo'lib ishlab, biz uni chiqib targ'ib qilib, gapirib, xalqimizni kitob o'qishga ozgina o'rgatgan paytda kitobdan bezdirmanglar xalqimizni. Ilmdan bezdirmanglar, hurmatli muttaham, qaroqchi, o'g'ri, haromxo'rlar. Sizlarga boshqa ta'rif yo'q. To'xtanglar bu ishlaringni. Sizlarni inshaalloh yaratgan egam hisob kitoblaringni qiladi. Ammo undan avval bu dunyoda sizlarni nima kutayotganini hozir do'stimiz Mujohid aka, yuristimiz alohida tushuntiradilar. Xo'p, Mujohid, bu borada qonun nima deydi? Bugun so'nggi paytlarda O'zbekistonda mualliflik huquqi masalalari har xil ko'rinishlarda amalga oshirilyapti. Kimlargadir yoqayapti, kimlargadir yoqmayapti. Masalan, o'sha Jo'rayevlar oilasi voqealari deymizmi, va hokazo. Kimlardir uchundir shunchaki Instagramda bir obunachi to'plash uchun bir mavzu sifatida qaralyapti. Qanaqadir podkastlarda katta mavzu bo'lib, bugun xalqimizni afsuski katta foiz qismi shu bilan o'ralashib qoldi. Endi bu kitob borasida bo'lsa, mualliflik huquqi masalasi kitob borasida bo'lsa, odam hushyor tortib qolar ekanda.
Qonun nima deydi? Ustozimiz aytib o'tgandek, kitob ham mulk. Bu yerda ikki xil ta'rifda yotadi. Ya'ni bu jismoniy jihatdan ham mulk, ya'ni misol uchun nashriyot chiqardi, nashriyot mulk. Nashriyot sotgandan keyin misol uchun haqiqiy kitobni sotib olsangiz, sizga nisbatan bunda mulk huquqi o'tadi. Lekin mulk huquqi sizga o'tgani bilan kitobni sotib olganingizda, lekin intellektual mulk huquqlari baribir nashriyotda, muallifda qoladi. Ya'ni uni takrorlash, tarqatish, sotish yoki audiolashtirish yoki PDF holatga keltirish o'sha nashriyotda yoki muallifda o'zini huquqi bo'lib qolaveradi. Kitobni o'zini sotib olganingiz sizga misol uchun audiolashtirishga yoki PDF qilishga ruxsat bermaydi. Faqatgina siz jismoniy jihatdan o'sha kitobga egalik qilasiz. O'zi uchun. Shunday. Mualliflik huquqi baribir huquq jihatidan muallifda o'zi qolaveradi. Ya'ni misol uchun bu yerda Falaq nashrida o'zida kitobni takrorlash, tarqatish, audio qilish yoki PDF qilish huquqi mavjud. Endi bu buzilganligi natijasida albatta javobgarlik bor. Badiiy kitoblarni misol uchun soxtalashtirish yoki soxta qilib sotish, audio qilish, PDF qilish ma'muriy javobgarlik ham belgilangan. Bu bo'yicha jinoiy javobgarlik ham belgilangan. Misol uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 171-moddasiga muvofiq shu kitobni siz soxtalashtirib sotadigan bo'lsangiz yoki tayyorlaydigan bo'lsangiz, sizga nisbatan o'sha jarimasi bor. Jarimasi ham oz emas. Buni jinoiy tarafi ham bor, ya'ni Jinoyat kodeksining 149-moddasiga muvofiq bu ham javobgarlikka sabab bo'ladi. Endi misol uchun bu yerda audio qilsak, PDF qilsak, biz hech qanaqa javobgarlik yo'q deb o'ylamaslik kerak. Ya'ni PDF qilinganda ham, audio qilinganda ham misol uchun bu bo'yicha o'zi aynan 149-modda bo'yicha prokuratura shug'ullanadi. Endi prokuraturaga chaqirib, bu yerda misol uchun o'zimizda amaliyotimizda ham bo'ldi, aynan Falaq nashr bo'yicha chaqirib ancha ovoragarchiligi bor buni. Biz uchun ham, endi biz o'zimizning ishimiz, lekin ular uchun ham ancha misol uchun ular oddiy deb qabul qiladi, lekin o'sha narsani buzganligi uchun ularni ham ancha ovora qilamiz. Keyin javobgarligiga ham tortamiz. Takroriy qilsa yanada og'irlashib ketaveradi. Yanada og'irlashadi. Qamoq jazosi. Shunaqa. Endi bizda misol uchun diniy kitoblar bor, diniy mazmundagi. Endi diniy mazmundagi kitoblarda misol uchun Habibimiz oramizda bo'lsalar, bu kitoblarni soxtalashtirish yana ham og'irroq. Sababi 184 ga tortaveradi. Shunday 184 prim 2, keyin boyagi Jinoyat kodeksidagi 244 prim 3-modda bor. Bunda ham diniy mazmundagi materiallar. Ya'ni kitobni o'zini soxtalashtirish ham, gologrammani o'zini soxtalashtirish ham. Misol uchun kitobni o'zini haqiqiy deganingizda ham, misol uchun o'sha 244 prim 3-modda bo'yicha gologrammani o'zi bo'lmasa ham javobgarlikka sabab bo'ladi. Endi kitobni ham, gologrammani ham soxtalashtirib, buni sotayotganlar ham chiqarayotganlar ham kitobni, misol uchun soxta kitobni sotib olganlar ham o'sha 244 prim 3-modda bilan javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu og'ir. Misol uchun o'sha uchun kitobni sotib olayotganlar ham e'tibor berish kerak. Ya'ni misol uchun do'konchilar ham, sotayotganlar ham. Sotayotganlar ham, kitobni chiqarayotganlar ham, kitobni sotib olganlar ham. Ayniqsa misol uchun o'sha diniy mazmundagi kitob soxta bo'ladi degan bo'lsa yoki o'sha gologrammasini o'zi bo'lmaydigan bo'lsa ham o'sha aytilgan yoki bunaqa soxta gologramma bo'lsa, shunday javobgarlikka sabab bo'ladi. Hech qanaqa yozuv yo'q ichida. Shunchaki yaltiroq qog'oz. Shunaqa. Kitobxonlar ham shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak-da, soxta kitob sotib olayotganda. O'zlariga ham javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Biz o'tgan safargi suhbatimizda ham gaplashgandik. Afsuslanarli holat bizni xalqimiz orasida ma'lum bir odamlarda, hammada emas, ma'lum bir odamlarda ma'lum bir vaqtlarda bizga bo'laveradi degan qarash bilan soxta narsalarga o'rganish bo'lib qoldi. Masalan, o'sha o'tgan safar suhbatimizda aytgandek, ma'lum bir vaqtda o'zbek kinosi yillarni sarflab, milliardlarni sarflab film oladi. Film oladida endi tomoshabinlarga ma'naviy ozuqa berish bilan bir qatorda kinochini qora qozoni bor. U davlat buyurtmasi asosida bo'layotgan bo'lsa ham u kino tayyorlandimi, bo'ldi, u tekin degan emas-da. U ma'lum bir vaqt kinoteatrda namoyish etiladi. Kinoteatrda namoyish etilyaptimi, demak, u chipta sotib olinish kerak. Keyin u filmni o'sha mualliflik huquqi prodyuserda yoki bo'lmasa agentlikda bo'ladi va shu orada
kinoda qora bozor degan narsa oldin faqat masalan valyutada bo'lsa, ma'lum bir vaqtlarda kino olamiga qora bozor degan narsa kirib keldi. Bu bir tomondan xursand qilarli. O'sha paytda bu kinochida xursand bo'ldi. Demak, seni filmingga odamlar oshiqyapti. Demak, seni filmingni ko'rishga qiziqyapti. Nima qilib bo'lmasin ko'rmoqchi. O'sha uzoqdan kelib kinoteatrda ko'rishmas. Ertaga pirat shunaqa list chiqishini kutadi. 500 so'm bo'lardi. O'sha paytda 500 so'm bo'lardi. Bu 5 milliard pul sarflangandir balki u filmga, lekin butun boshli film bitta diskga tushirib berish 500 so'm. Uni orqa tomonda yana ikkita Van Damme kinosi ham bo'ladi. Va ma'lum bir avlod shunaqangi sifatsiz soxta filmlarni, qora bozorni, ijodiy mahsulotlarni tomosha qilib, eshitib katta bo'ldi. Afsuski, katta bo'ldi. Bitta katta avlod shu bilan nima deydi? Ma'naviy ozuqa oldi mana shunaqangi alfozda. Va kitob endi kitobga shunaqa qilmaylik. O'rganib qolgan bo'lsak ham shunaqa qilmaylik. Qora bozor paydo bo'lgan kitobda. Keyin bir narsa, hozir qalloblar haqida, ana shunday ishlarni qilayotganlar haqida sizlar yetarlicha har tomonni olib gapirib beryapsizlar. Men kitobxonlarga murojaat qilmoqchiman. Soxta kitob bilan kitobning originali. Bu yerda qog'ozning sifatida farq bor. Qog'ozning sifatida farq bor. Bu yerda bo'yoqlarda farq bo'ladi. Rangida farq qilmasligi mumkin. Sifatida farq qiladi. Sizning sog'lig'ingiz o'sha kitobga sal qimmatroq, originalni sal qimmatroq olishga ketadigan puldan ancha qimmat turadi sizning sog'lig'ingiz. Buni his qilib oling. Bo'ldi. Haligi nimasi yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlarni iste'mol qilishga o'rganib qolganmiz-ku. Boradi. Qori bo'lasan, zo'r bo'ladi, deymiz-ku. Sal narxini tushiriladi, olaveriladi. Yo'q, yaroqlilik muddati degan narsa bekorga qo'yilmagan. U o'tdi degan narx tushsa bo'ldi, iste'mol qilsa bo'laveradi degani emas. U shu kabi. O'zingizni qadrlang. Siz hazrati insonsiz. Ustiga ustak siz kitob o'qiyapsiz. Ilm olyapsiz. Bu original va toza bo'lish kerak. Kitob o'qiyotgan odamga nisbatan haligi avtomobilda turganda avtobus yoki mashina yomg'ir yoqqandan keyin ko'lmakda suv sachratib o'tib ketadigan odam bo'ladi-ku. Ingichka galstuk taqib oladi, kalta galstuk taqib oladi, portfel ko'targan, katta ko'zoynak taqqan. Yo'q, bugun kitob o'qiydigan odam unaqa emas. Bugun kitob o'qiydigan odam bugun zamonning eng ilg'or odami. Ishoning, bugun zamonning eng ilg'or odami bo'lib yurganlarning aksarisi kitob o'qiganlar. To'g'ri, afsus, ma'lum bir zamonimizning eng ilg'or odamlari men kitob o'qimayman deb o'rayotgan holatlar ham bo'layapti, lekin juda katta foiz ustunlikda zo'rlar bu kitob orqasidan. Qo'shimcha qilaman. Mana shu Qulog'im senda qizim kitobini mendan bir kishi so'radi. Shuni qayerdan olsam bo'ladi? Mana qarang, yaltiroq yozuvli. Buni soxtasi ham chiqqan mana. Qulog'im senda qizimning soxtasi ham bor. Buni yozuvlari yaltiramaydi. Soxta, hamma narsasi soxta. Bunda Qulog'im senda qizimda yozuvni ushlasangiz bo'rtib chiqqan, mana tepadagi muallifning yozuvi ham, pastdagi yozuvi ham bo'rtib chiqqan. Shuni mendan bir kishi qayerdan olsam bo'ladi deb Surxondaryodan menga telefon qildi. Internetda dedi, onlayn zakaz qiling degan narsalar chiqyapti, olmadim dedi. Nimaga dedim? Mendan yoshi kattaroq, meni endi Saydabror deb chaqiradi. Saydabror dedi. Ha, desam, men dedi, yana kitob o'qimoqchiman dedi. Aytdim, tushunmadim gapingizga desam. Hozir onlayndan olsam, soxtasi kelib qolishi mumkin. O'zingiz ham ko'p aytgansiz dedi. Soxtasi keladi, ha. Bo'ldi, men dedi, kimnidir boy qilish uchun uni sotib olganman dedi. U pul muallifga yetib bormaydi deyapti. Muallif boshqa kitob yozmaydi keyin dedi. Ustoz aytib o'tganingizdek, yana bitta jihati bor. Misol uchun soxta kitob sotib olinganda bizga murojaat bo'lyapti. O'sha soxta kitob bitta o'qilgandan keyin kitobni faroqlari ajralib, o'sha ikkinchi marta rangi ham shoshib qoladi. Shunaqa yaroqsiz holatga kelib qolyapti. Ya'ni o'shatdimi bu ya? Ha, o'sha kitobni deyapti, men muallifga pulim yetib borsin va yana tarjima qilsin, yana yozsin deyapti. Endi qo'shimchasiga
o'sha ba'zi bir insonlarni Instagramda, YouTube'da biz kitob o'qiysizmi degan savolga, "Ya, men kitob o'qishga vaqtim yo'q" deyotgan odamlar bor-da, orasida boylar ham bor. Hurmatli vatandoshlar. Boylik aqlga, ilmga, iymonga qarab berilmaydi. Boy bo'lish uchun ayniqsa halol bo'lmagan yo'l bilan boy bo'lish uchun borku, shunchaki iymonsiz bo'lishingiz o'zi kifoya yoki shunchaki insofsiz bo'lishingiz o'zi kifoya yoki shunchaki o'g'ri muttaham bo'lishingiz o'zi kifoya. Ammo uni hisobi bor. Ammo uni jazosi bor. Bu yoqda ham, bu yoqda ham. Yo'q, unaqa emas. Boy bo'lish uchun hattoki unaqa katta aql ham kerak emas. Chunki siz farqiga bormaysiz-da, u boylik jinoyat yo'l bilan topilyaptimi, to'g'rimi, noto'g'rimi, halolmi, harommi farqiga bormaydi. Meros qolishi mumkin katta kim. Lekin baxtli yashash uchun, saodatli yashash uchun, yaratganga yaqin bo'lishlik uchun, yaxshi inson bo'lish uchun, mana shu yaxshi inson bo'lish degan tushuncha bor-ku, aksariyat odamning miyasida yo'q. Yaxshi inson bo'lish uchun albatta ilm kerak. Bu ilmni esa kitobdan boshqa joydan ola olmaysiz. Ilmni ustozdan olsangiz ham, ustoz ham oxir oqibat sizga kitob o'qib turadi. Motivatordan olsangiz ham oxir oqibat kitob o'qib turadi. Agar o'zi ilmli bo'lsa. Treningga borsangiz ham oxir oqibat kitob o'qib turadi. Boshqa variant yo'q. Chunki yo'q, hozir tabib ham. Mana onkologiya bilan kasallangan bir tanishimiz bor. O'zi onkologiya bilan kasallangan. Tijoratchi, umrida kitob o'qimagan. U tijorat qilib yurganda bir umr. Maktabni ham zo'rg'a bitirgan. Keyin onkologiyada yotgan payti men telefonlashdik, boshqa qildi. Mendan o'zi iltimos qilib kitob so'radi. Nimaga desam, doktorlar aytayapti, kitob o'qi. Chunki onkologiyada yotganlar nimaga vahimaga tushib qoladi-da, stress, depressiyaga tushib qoladi. Keyin doktor aytibdiki, kitob o'qing debdi. Kitob o'qing, tezroq yaxshi bo'lasiz. Kitob o'qiyapman dedi. Ximiyani uradi, yotaman, ona sutim og'zimga kelib ketadi dedi. Kitob o'qib o'zimga kelaman dedi. Eng katta mana shu shifoxonada yotganimning eng katta yutug'im deyapti. Tuzalishim o'z yo'liga. 42 ta kitob o'qib tugatdim. Orasida o'sha endi biz tavsiya qildik. O'sha Habibimiz oramizda bo'lsalar yoki ishonchli xabar, Qur'ondan maktublar, sahobalardan maktublar degan va tafsiri Hilol. Hozir ko'rsangiz, anu eski tanishimdan asar ham qolmagan. To'g'ri, dard yeyapti, lekin u hamma narsaga rozi. Mazmunli yashayapti. Va juda go'zal yashayapti hozir. Shuning uchun kitob baribir bizga kerak. Va uni haqiqiysini olsak, muallifni ko'proq kitob chiqarishiga hissa qo'shamiz, aziz vatandoshlar. Ustoz, shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bizda o'zimizda, xalqimizda ham hammamiz o'zimizda shunaqa bir madaniyat shakllantirishimiz kerakki, o'sha shu vaqtgacha aytib o'tganingizdek ko'p piratsik narsalar qabul qilingan. Biz sifatli narsa xohlasak, kitobda ham sifatlisini, misol uchun kinoni sifatlisini, istalgan narsani sifatlisini xohlasak, aynan o'sha asl manbadan, asl muallifga yetib boradigan manbadan sotib olishimiz kerak. Shundagina yangi sifatli narsalarni qabul qilamiz. Misol uchun kitob bo'yicha ham, kino bo'yicha ham. Ayniqsa misol uchun o'zbek kinolarini ham ko'tarilmayotganligini sabablaridan bittasi shuda. Misol uchun shu vaqtgacha ham kitoblar bu darajada misol uchun ko'tarilmagandi. Sababi ham shu. Buni davlatga, iqtisodiyotga ham ta'siri juda kuchli bo'ladi. Misol uchun soxta kitoblarni chiqarayotganlar asosan soliqdan qochadi. Chunki misol uchun onlaynchilarda ham ularda ko'radigan bo'lsangiz, zakaz qilib biz jamoamiz bilan ko'rdik, ya'ni ular cheki bilan kelmaydi yoki biror bir fermadan emas. Tabiiyki ular soliq to'lamaydi. Asl muallifdan sotib olinganda u soliq to'laydi, ham davlatga, iqtisodiyotga foydasi bor, ham o'sha mualliflar ham o'sha yangi ijodiy yo'nalishlariga ularga misol uchun motivatsiya bo'ladi. Albatta. Kinoni rivoji bevosita kitob bilan, dramaturgiya bilan bog'liq. O'zbekistonda kino zo'r bo'lgan paytda dramaturgiya zo'r bo'lgan. Kino oqsagan paytda aniq u dramaturgiya bilan bog'liq bu tomonlarida. Bir necha yillar muqaddam
O'zbekistonda televideniyega ko'p chiqadigan odamlarga, xususan shou biznes vakillariga oxirgi o'qigan kitobingiz nima degan savol berilsa, ikkita kitob bo'lardi. Tash shaytanat, ikkinchisi o'tgan kunlar. Bu juda uzoq davom etdi bu trend. Chunki ikkalasini ham kinosini ko'rganda, uni serial ko'rgan, uni kinosini ko'rgan, shunga qarab aytib beradi. O'zi kitob o'qimagan. Shukrki, so'nggi yillarda kitob o'qish bu bizda asta-sekin kitob o'qish madaniyati shakllanyapti va oxirgi o'qigan kitobingiz yo o'qiyotgan kitobingiz qaysi deganda Habibimiz oramizda bo'lsalar trendga chiqyapti. Sizni oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi?